Assalomu alaykum Chorvozbosga obunachilar. Bugun 25-iyul Uchko'rg'on Qo'g'ay mol bozorida syomkalarimiz boshladi akalar. Ikkinchi bolasiga bolasi xunajin ekan. Yeb ichishiga, tanijoni sog'ligiga, yuvosh deyishyapti. Suti nechta aka? 12 litr sutga 10 litrga sinab olishga aka. Bolasi xunajin ekan akalar. 3-4 kunlik bo'lib shekilli bolasi. Ostilari ham hamma yo'g'i joyida ekan akalar. Molimiz karobkalari hamma yo'g'i joyida, kengligi, shoxlari ham hamma o'ziga kelishgan. Tutalarini qaranglar jonivor. Qanday chiroyli ekan jonivor, sigir qiladigan odamga. Aka narxini nech pul deyapsiz? 40 million so'm ozgina kami bor ekan akalar. Qiziqqanlarga nomer beramizmi? Nechilik? 94lik. 266 77-22 ga aloqaga chiqaverasizlar. Xo'p, keyingi molimiz birinchi bolasiga ekan akalar. Birinchi bolasi xunajin ekan aka. Nechta suti bor? 8 litr sutga yeb ichishi tanijoni sog'. Yuvoshligi yuvosh ekan akalar. Oyoq qo'li butidan, yoshidan shoxi tikka bo'lsin, bolasi ola-bula bo'lsin deganlarga. O'ziga o'xshagan sigir qilaman deganlarga bolasi xunajin variantida. Mana sog'ilishlarni ham ko'rsatib beramiz. Tushlari ham narsa yumshoq ekan jonivor. Narxini nech pul deyapsiz aka buni? 35 million so'm kami bor ekan akalar. Savdasi-chi? 30 million so'm savdo. Qiziqqanlarga nomer beramizmi aka? Nechilik? 93lik. 972 0201 ga chiqaverasizlar akalar. Bir haftasini davomida yetkazib beramiz, xudo xolasa. Sigirlar bor aka. Puliga qarab qilib beraveramiz. Katta kichik xudo xolasa. Bolasini ovoz xunajin aka aka. Bozoringiz bersa aka. 35 deyapsiz. Navbatdagi oqtoyimiz bor ekan akalar. Birinchi bolasimi aka? Birinchi bolasi nima? Bolasi buqacha ekan. Yeb ichishi 40 million so'mdan aytishyapti ekan akalar. Birinchi bolasini ovozchi ekan. Ikki kurak xunaja. Suti nechta aka? 8 litr sog'ilyapti. Bolasi 3-4 kunlik bolasi ekan akalar. 9 bir hafta 9 kunlik deyishyapti. Bolasi yotibdi jonivor mana. Bolasidan charchab qolibdi. Yana mana bolasidan ovozchi ekan. Bolasi ham kichkina emas, yaxshi. Sutga to'yayotgan variantlar ekan. Molimiz ham, tutamlari ham hamma yo'g'i joyida ekan akalar. Hojiga narxi nech pul bo'ldi savdosi? 36 million savdo. Qiziqqanlarga nomer beramizmi aka? Nomer beramizmi? Bola bittami? Ha. Ha, bitta nomeri. Akalar 22 44 aloqaga chiqaverasizlar. Ikkalasi bitta nomer ekan aka. Vaqtida beraveramiz inshaalloh. Akalar sigirlarimiz seroq bor. Har turidan bor. Bolasini ovozsa xunajini. Aka bunisini bolasi nima? Novvoschami? Nechinchi bolasi aka? Ikkinchisi? Suti nechta aka buni? 10 tonakda bormi? 5 ta 6 ta bo'lsa ham 8 litr suti bor akalar. 10 tonakda deyishyapti, 8 litr suti bor. Yo'q, beraman. Bolasini ovozchi ekan akalar mana. Bolasi ham oyoq qo'li but yo'g'onlarcha ekan. Rossiyskiy sigir ishqibozlariga rossiyskiy ekan aka sigirimiz. Narxini nech pul deyapsiz aka? Narxini nech pul deyapsiz? Ha? Kameraga olmaydi. Yo, narxini so'rayapman kameraga. 45 million so'm narx aytishyapti akalar. Kameradan yo'tar ekan akamiz. Kameradan qo'par ekan. Rossiyskiy sigirimiz bolasini ovoz 45 million so'm kami bor ekan. Akalar navbatdagi qirg'iz molimiz bor ekan. Nechinchi bolasi aka? Ikkinchi bolasi. Novvos unazi? Novvoscha ekan. Bo'g'oz silligichi? 5 oylik bo'g'oz varianti. 3 yosh ekan akalar. Suti 5-6 bor-a? 5-6 litr sutga ekan. Molimiz tekis ekan janob akalar. Qirg'izistondan tushibdi. 5 oylik bo'g'oz ekan. Bolasi ham patshuk, novvos ekan. Ostilari ham, tutamlari ham hamma joyida. Qirg'iz shvedlardan deyapti. Nech pul deyapsiz narxini aka? 50 million so'm ozgina kami bor ekan akalar. Nomer beraveramizmi aka? 93lik. 93lik. 167 167 87 15. 87 15 ga aloqaga chiqaverasizlar akalar.
bir hafta sinovma yetkazib berishadi. 5 oylik bo'g'ozga qo'l soldirib olaverasizlar. Navbatdagi qirg'iz mollarimiz akalar. Bular ham bo'g'ozmi aka? Hozir akalar qirg'iz mollarimiz seyrab ekan bugun ma'lumot. Akram aka qaysi biri bo'g'oz? Mana bu bo'g'oz. Bolati suti bor bo'ladi aka. Suti yo'q. Naylar yana bolammi yakkami aka? Hammasi yana. Yakkami? Bitta yakka bor xolos, qolgan hammasi yana bor. Hammasi yana bor. Hozir nechta bolasi xunajin aka? Suti yo'q ekan uni. Suti bormi? Nechta deyapmiz? Qisra u aka. Kechki Ha, kechkilar. Bu nech pul deyapmiz aka? buni 45 deyapti, o bolasi bizga. Yotgan bolasimi? Akalar bolasini ovozchi ekan. 45 million so'm narx aytishyapti. 3-bolasi ekan akalar. Kechki bo'g'oz deyishyapti. Bir 2 oylik borda bular yaylovda yuradi, bu jonivorlar yaylovda qochib bo'ladi mana akalar. Bolasini ovozchi. 45 million ozgina ekan bu akalar. Onu sotaylik ham. Navbatdagi ona bola sigirimiz. Qarodas qanaqa uka buni? Qarodas qanaqa? O'zimizga olishda O'zbekiston sutichi. 5 litr suti bor deyapti akalar. Oyoq qo'li bor. Sutga boy variantlardan ekan. Eti yuqa jonivor bular sutni beradi. Badani yo'l, badani yuqa. Yomon sutni yaxshi beradi akalar. Bolaning 3-bolasi xunajin ekan. 15 litr sutga ekan, 10 litr, 12 litr sutga sinashib olaveradi deyishyapti. Yeb ichishi ta'minoni sog'. Yuvoshmi-ku? Yuvosh aka, behuchor. Bo'g'oz qisilligichi? Bilmayman. Gumon o'zi kichik. Bolasi kichikroq. Narxi nech pul deyapsiz? 7 million so'm kami bor ekan akalar. Savdo qilishdimi-ku? 43 qilishadi. 43,5 million savdo qilishyapti. Nomer beraveramizmi? 50 705 54 aloqaga chiqib olasizlar akalar. Yaxshi sigir ekan. Sigir qilaman degan odam maza qilib sog'ib ichadi jonivorni. Ostilari ham, korobkalari ham. Hamma yo'g'i joyida akalar. Bu bo'g'ozmi qisirmi aka? Necha oylik? 2 oy, 2,5 oy. Suti bor-a? Suti bor bo'g'oz ekan akalar. Bu ham qirg'iz molimiz ekan. Qirg'izistonda 2 oylik bo'g'oz suti bor deyishyapti. Yeb ichishiga ta'minot sog'ligi, yuvoshligi deyishyapti. Ostilari ham hamma joyida ekan aka bu. Yuvosh. Nech pul deyapsiz aka bunisini? 26 million so'm kami bor ekan akalar. Hozir bergan nomerimizga aloqaga chiqaverasizlar. Suti bor, so'y bo'g'ozini desanglar, mashinaga qarab ma'lumotni olaverasizlar. Xudo xolasa, dastavkalarni yetkazib beramiz deyishyapti. Keyingi molimiz bor ekan akalar, bolasini ovozchi ekan. Gumoni bor deyapti, ovozdan chiqadi deb, bu ham qirg'iz bola ekan akalar. Bolasi ham pach ko'p bo'pti jonivorda. 6 litr suti bor ekan akalar. Savdosi bo'lyapti akalar, buni savdosi nech pul? Hoji aka, nech pul savdo bo'lyapti? 39 million so'm savdo qilyapti akalar. 39 millionga qiziqqaniga mol arzon, sifati zo'r mol. Yosh, ikkinchi bolasi. İçidan chiqib savdo qilsa 3 yosh molimiz. Savdosi qizigan joyda akalar. 39 millionga dikon ekan savdo qilyapti. Olganga sotganga baraka bersin. Keyin navbatdagi eston sigirimiz bor ekan, 3-chisiga ekan, bolasini ovozchi ekan, 10 litr sutga ekan. Bo'g'oz qisildigi gumon deyishyapti, yeb itishiga, tani joni sog'ligiga, yuvoshligi, yuvosh deyishyapti. Bular yaylovda yuradi akalar, bo'g'ozdagi ich bolamiz. Yaylovda birpasda qochib qoladi. Bo'g'ozmi enasi yo gumonmi? Qisirmi? Ha, akalar qisir ekan enasi. 10 litr suti bor ekan. Narxi nech pul deyapsiz? 5 million so'm narx aytishyapti. Savdo qilishdimi aka? 5 million so'm. Savdo qilishdimi? Bilmayman, savdo qilish. Ha, savdo qilishga narxi 35 million kami bor.
Üçüncü bolasi 10 litr sütga. Yeb ichishi tanijoni sog', yuvoshligi yuvosh. Akalar savdosini bilmadim, akam qo'lida deyapti. 35 million kam bor, lekin 30 million, 32 millionga bersa mol bo'laveradigan variantlar. Bolasi endi cho'ntir o'sa, minasi 20 million bo'ladi. 10 litr sütga zo'r. Bitta oilaga zakonli zo'riga yetaveradi. 29 sigirimiz bir oylik bo'g'iz ekan. 10 litr sütga ekan. Yeb ichishi tanijoni sog', yuvoshligi yuvosh ekan. Savdosi qizigan joyda akalar. 29 million so'm savdo qilyapti berildi. 29 million so'mga berildi. Ostlar harakasi beryapti akalar. 29 millionga berilmayapti. Bir oylik bo'g'izga qo'shildi, bir oylik chiqadi. Mollar sütni beradi, ostilarni qaranglar jonivor. Navbatdagi shvetimiz ham savdosi bo'lyapti. Bo'g'iz ekan bu aka? Bo'g'iz ekan. Nesbi savdo qilishyapti? 27 mi so'm? 27 million savdo qilyapti akalar. Keyin qisirib olamiz. Molimiz qisiragan, badani yaxshi ekan lekin jonivor. 27 million so'mga savdosi qilyapti. Kanalga obuna bo'lib, notifikasiya bosib, kanalimizni rivoji uchun do'st birodarlarga ulashib qo'yinglar akalar. Kommentariyaga o'z fikringizni bildiringlar. Xudo xolasa sizlar uchun suratdamiz. Videoda xato kamchiliklar bo'lsin. Videolarni to'g'rilab ketishga harakat qilamiz akalar. 27 million so'm savdo qilyapti. Yaxshi narsa ekan. Keyingi videolarda ko'rishgunimiz. Videolarni yoritib borishda davom etamiz.